Qarshi shahrining Cho'lqivar mahallasida amalga oshirilgan keng ko'lamli bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari natijalari jamoatchilikka namoyish etildi. O'zgarishimiz nihoyatda darajada katta. Endi mana bugungi bu joylarda ochilishi imенно mana shu yoshlar kuniga bag'ishlanib katta bayramga bir sovg'a sifatida berilmoqda. Biz keksalar albatta juda xursand bo'lamiz. Chunki o'sha eski zamonlarda ko'rgan narsalarni solishtiramiz. Qanday edi-ku, qanday bo'ldi deymiz. Bularning hammasi albatta muhtaram prezidentimizning kecha kunduz ishlashlari, viloyatlar, tumanlar hokimlarining ishlashi natijasida xalqimiz boy bo'ldi. 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan mazkur hududda Yoshlar bog'i tashkil etildi. Ochilish marosimida esa Murodjon Azimov ishtirok etdi. Cho'lqivar mahallasida 66 ta ko'p qavatli uylar bo'lib, 66 ta ko'p qavatli uylardan bugungi kunda 25 ta ko'p qavatli uylarimizni juda katta ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari bolalar o'yingohi qurildi. Katta bulvarlar qurildi. Bu ham bugun mana shu Qarshi shahrining Cho'lqivar mahallasiga yangi O'zbekiston nafasi kirib keldi deb biz xursandchilik bilan aytsak bo'ladi. Shuningdek, hududda barpo etilgan yangi ko'p qavatli uy ham o'z egalarini qarshi oldi. Eng quvonarlisi, mazkur uyda 6 nafar kam ta'minlangan oilaga xonadon kalitlari tantanali ravishda topshirildi. Ularning munosib turmush kechirishi uchun zarur sharoitlar yaratildi. Bu esa inson qadrini ulug'lash va aholining farovonligini oshirishga qaratilgan islohotlarning amaliy ifodasidir.